xonamzadagi xolodilnikimiz, kopyolimiz, Wi-Fi'imiz, domofonlarimiz bularni yoqib olamiz. Bu rozetkamizda to'kayotgan hamma texnikalarimizni xonadonni tark etganimizda ham ishlab turishi kerak bo'lgan texnikalarimiz hisoblanadi. Ushbu rozetkani Digitop brendidan Relay напряжение bilan himoya qilganmiz. Davom etamiz. Mehmonxonamiz, bolalar xonasi va kattalar spalnisi. Ushbu rozetkalarimiz va chiroqlarimiz bo'lsa, xonadonni tark etganimizda ishlashi kerak emas bo'lgan rozetka va chiroqlarimiz hisoblanadi. Demak, xonadonni tark etayotganimizda Panasonic brendidan звоночный включатель bitta bosib, ushbu rozetka va chiroqlarimizni o'chiramiz va tashrif buyurganimizda yana bitta bosib yoqish imkoniyatiga egamiz. Davom etamiz. Qaranglar. Agar ushbu rozetka va chiroqlarni o'chirish esimizdan chiqib qoldi va ko'chaga chiqib ketdik, metro va avtobusga ketayotganimizda ushbu holat esimizga tushdi va buni ham imkoniyati bor. Alisa umidonga kiramiz va men bu yerda sinfga tayyor qilib qo'yganmiz, sizlarga hozir ko'rsatishga. Demak, shundoq o'chiramiz va kelganimizda, ya'ni yoqish imkoniyatiga egamiz hamda ovozli yurib berib turib ham ushbu amallarni bajarsak bo'ladi, ya'ni Yandex stansiya orqali. Yana bitta qulaylik tarafi bor, sizlarga hozir ko'rsataman. Nura brendidan Wi-Fi relay, ushbu relay напряжениемizga Smart Life ulanadi, kirib ko'rsataman sizlarga. Yana qanaqa funksiyasi bor. Demak, to'k qancha kelayotgani va ushbu relayimiz orqali ishlatilayotgan moshinasini ko'rsak bo'ladi va monitoring qilsak ham bo'ladi. Ushbu videoni xonadonni xavfsizligi uchun doim qayg'uradigan va yengilliklarni qilib yuradigan yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum.